Assalamu aleyküm aziz kadirli vatandaşlar. Ben sizlerini tebriklayayım. Yeni Özbekistan'ımızda yenilikler, yeni yollar, inovasyon teknolojiler kirip gelişi beni cüdeyem kuantiradı. Özbekistanımız bütün dünyaya tanınışını ve sport alanında belend çokkularını egeleşimiz şahmat alanında birincilikini egeleşimiz Al-Xorazmi, Abu Rakam Beruni, Mirza Ulug'bek, Ahmet Parg'ani büyük babalarımızın ruhlarını şad kıladı. Büyük şahmatçılarımız bütün yeryüzündeki şahmatçılarını arkada kaldırıp birincilikini kolga kirittiler. Özbekistan halkının onun rahnaması Cenab-ı Ali'leri prezidentimizni judayam kuantiradı. Men ham kuandım. Men ham ozgina O'zbekiston rivojlanishiga, O'zbekiston yuksalib kuch kudreti oshishini juda istayman. Bu o'z hissamni qo'shishga ruxsat bergan. Men O'zbekiston rivojlanishini, kuch kudreti oshishini juda istayman. Yangi rivojlanish, kuch kudreti oshishini juda istayman. Innovatsion yangi texnologiyani hayotimizga kiritishga ruxsat bergaysizlar. So'rayman. Mening katta kichik rejalarim bor hayotimda. Hozirda yangicha yo'llar bilan energiya olinishining guvohiman. Hozirda shamoldan, quyoshdan bir xil yo'l bilan energiya olinmoqda. Quyoshdan ham bir xil yo'llar bilan energiya olmoqdamiz. Hozirda suvdan ikki xil yo'llar bilan energiya olmoqdamiz. Birinchisi suvni qaynatib, suv pori evaziga tok almoqdamiz. İkincisi deryalarimizga to'g'on qurib, suv sathini 100 metr, 50 metr ko'tarib energiya olishni juda ham yaxshi ishlarimizdan bittasi hisoblayman. Suvda men ham tok olishni istayman. Suv bu hayotimiz. Suvsiz tirikchiligimiz bo'lmaydi. Bu hayotimiz suvsiz tirikchiligimiz yo'q. Suvni qanchalik qadrlab, e'zozlab, toza saqlab, isrof qilmay ishlatsak, kelgusi avlodlarimizga tushuntirsak, suv bizlarga ko'p foyda beradi. Quyoshimiz va suv bu bitmas, tuganmas boylik emas. Buni bizlarga o'qtirgan büyük babalarımız, Abu Rakam Beruni babalarımız, O'zbekiston xalqini, bütün jahon xalqlarini ogohlantirganlar. Quyosh nurlari abadiy emasligini 1000 yil burun o'qtirganlar. Hattoki tarix eksang ham pishmay qolishi aytib bizlarni sergak bilimdon qilganlar. Toza suv ta'minlab turadi. Suvda 1000 xil sir-sirotlar yashirinib yotibdi. Suv o'z sirlarini odamlarga ochib bilmaydi. Bu suv gapirishni bilmaydi. Suv sirlarini 50 yil izlanib kechani kecha demay, kunduzni kunduz demay, sirlarini izlab topdim. Suv tagida ishlovchi yarim, suv tagida ishlovchi yangi agregat va yangicha ishlovchi o'z-o'zidan xarakterlanuvchi yangi agregat bloklarini ishga tushirishim O'zbekistonning bitmas tuganmas boyligini aziz vatanimga, O'zbekiston xalqimga sovg'a qilaman. Oltin konlarimiz tugaydi. Bu suvdan oladigan boyligimiz lekin tugamaydi. Suvdan oladigan 900 trillion megawatt tokum sira ham tugamaydi. Suvdan tok olsam büyük babalarımız Al-Xorazmi, Abu Rakam Beruni, Mirza Ulug'bek, Ahmet Parg'ani büyük babalarımız ruhlari shod bo'ladi. Bu agregatlar kimlar adına ishlaydi? Al-Xorazmining adına ishlaydi. Yangi agregatlar bular. Suv teyinda ishlaydi bular. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' bo'linglar. Paka.